Arabistondan bir bola odam kelsa, Vyetnamdan bir bola kelsa, odam kelsa, Xitoydan bir kelsa, o'zimizni o'zbek tilida gapirmaysiz-ku. Siz uni tilida gapirishga harakat qilasiz. Chunki bilamiz, u men gapirib turibman, aytganimni qilmayaptimi, demak tilimni tushunmayapti. Xuddi shunaqa bolalar bilan nimagadir qilmaymiz. Axlatni to'kib ye, joyini yig'ishtirib qo'y, ovqatingni oxirigacha yeb qo'y deb gapiramiz, lekin u ishlar nimaga qilish kerakligini u tushunmaydi hali. Endi mana shu yerda bizda muammo tug'diradi. Biz 5 yoshli bolaga 18 yoshli bolaga gapirgandek gapiramiz. Oy, telefon o'ynama, katta bo'lganda tushunasan. Oy, shirinlama, tishing qurtlab ketadi. Qurtlab ketishini u tasavvur qila olmaydi u. Gap orqali ta'sirlamoqchi bo'lamiz. Aytganimizga kirish uchun boy joyda bizni yaxshi ko'rish kerak. Qanaqa qilib yaxshi ko'radi? Biz bilan bitta tilda gaplashmasa. Bu o'yin bilan bo'ladi. Bizga o'yin tarjimon bo'lib beradi. Demak, o'yin bu til. Bolalar taraf. 13 yoshgacha eson-omon olib borib olsangiz, 14 yoshgacha bo'ldi. Bola u yog'iga o'zi olib ketadi. Man g'ordan kelayotgan ovozda stakanni qo'yib gapirsa bo'ladi. Oy, men senga aytaman, kiyimlaringni yig'ishtirib qo'y. Bola kuladi-da. Keyin kiyimlarni yig'ishtirib qo'yadi. Lorenz Cohen 25 yil oldin taqdim qilgan, asli dinimizda u 1400 yildan beri bor bo'lgan metodika, usul haqida gaplashamiz. Assalomu alaykum. O'tgan safar sizlar bilan Playful Parenting, ya'ni o'yin bilan bolalarimiz gaplashish, ya'ni o'yin orqali bolalarimiz bilan gaplashish kitobini sharhini qilamiz degandik. Kitoblar ko'p, ta'lim haqida, tarbiya haqida, ota-onalik haqida ko'p kitoblar o'qigan bo'lsa kerak, lekin eng ko'p ta'sir qilgani, eng ko'p yordam bergani menimcha shu kitob. Lorenz Cohenni o'yinqaroq otalik desak bo'larmikin buni yoki o'yinqaroq ota-onalik deb tarjima qilsak bo'ladi. Playful Parenting. Lorenz Cohenni o'zi 20 yildan beri, 25 yildan beri bolalar bilan o'yinqaroqlik bilan o'yin bilan gaplashishni va ularga o'yin orqali ota-onalik qilishni targ'ib qiladi. Bilmayman, bu kitob menga ne ko'p yordam berdi, ko'p ta'sir qildi. Katta sabablardan bittasi bu kitob 1 yoshdan 13 yoshgacha, ya'ni o'smirlikka kirib borish yoshigacha bo'lgan bolalarga moslangan. O'zim ham farzandlarim shu yoshda bo'lgani uchun, balki yoki shu yoshda bolalar bilan gaplashib bir narsani o'tkazish qiyin-ku, yoki qonun qoida yozib berib yoki mana buni kitobdan o'qib ol o'zing yoki videosini ko'rib ol deb o'rgatish qiyin. Shuning uchun ham aynan shu kitobning foydasi zo'r bo'lgan bo'lsa kerak. Chunki gaplasha olmaysiz 5 yoshli bola bilan yoki bir narsani majburlab qildira olmaysiz. Urish mumkin emas. Nima qilasiz? Keyin boshqa yo'lini qidirasiz. Mana shu yo'llardan bittasi bu o'yin orqali. O'yin bu nima? O'yinga kichkina ta'rif bersak, o'yin bu haqiqatdan, ya'ni reallikdan uzoq, jo'rttakam deymiz-ku, ya'ni ataylabdan bir narsani kuldirish uchun yoki bir narsani tushunib olish uchun vaqtinchalik qilinadigan harakatlar to'plami. Misol uchun oddiy kurash. Kurash ham bitta o'yinning bir qismi. Poyga bo'lishi mumkin. Bolalar bilan poyga o'ynashimiz yoki shaxmat bo'lishi mumkin yoki shashka bo'lishi mumkin yoki futbol o'yini. Ya'ni u hammasi vaqtinchalik. O'tda yutqizilgan bor, yutgan bor, o'tda musobaqa bor, kim-kimdan o'tib ketish. O'tda qoidalar bor. Misol uchun bekinmachoq, nechgacha dur sanaysan, keyin qidirasan va o'tda vaqt bilan chegaralangan. Ya'ni hayotdan farqi shunda. Ya'ni o'yin doim vaqt bilan chegaralangan bo'ladi. Va u kulgili bo'ladi. Yoki xavfli bo'ladi, yoki qo'rqinchli bo'ladi. Misol uchun ba'zi daraxtga chiqish ham bu o'yin, lekin u xavfli. Mana shunga o'xshagan uni vazifasi tuyg'u chaqirish bo'ladi. Har bitta o'yin bolani yoki katta odamning ichida nimadir tuyg'u chaqiradi, his tuyg'u. Ya'ni yo qo'rqishingiz kerak, yo xursand bo'lib ketishingiz kerak, yo sog'inishingiz kerak, yoki qiziqishingiz kerak nima bo'larkin deb, yoki ichingizdan yutish, competitiveness deydi ingliz tilida, yutishga harakat, shijoat paydo bo'lishi kerak. Mana shularning hammasi o'yinni ta'rifi. Xo'p, endi bolalarimiz bilan odatda mana 5 yoshli, 7 yoshli, 3 yoshli bolalarimiz bilan katta qilar ekanmiz, ulardan maqsadimiz oddiy bo'ladi. Ular yaxshi inson bo'lib chiqsin. Ya'ni buyuk inson bo'lsin, yoki bitta mutaxassis bo'lsin, yoki foydali odam bo'lsin, yomon odatlari bo'lmasin, ichmasin, chakmasin, telefonga o'rganib qolmasin, dangasa bo'lmasin deymiz. Ya'ni yaxshi inson bo'lishini xohlaymiz, oddiy qilib aytganda. Eng qizig'i, u ham o'sha narsani xohlaydi bola ham. Faqatgina katta bo'lib turib xohlaydi. U 20 yoshidagina shu narsalarni xohlaganini tushunib yetadi. Yaxshi inson bo'lishni xohlaganini tushunib yetadi. Hozirgi 5 yoshli aqli bilan u tushunib yetmaydi. Bir videomizda gaplashgandik, mana shu yerda biz havola qoldiramiz. Bolalarning nafsi hissiyotlari to'liq yetilgan bo'ladi, lekin aqli yetilmagan bo'ladi. Bolaning nafsi o'sha shirinlikni xohlab turadi, o'sha kolani ichkisi keladi, o'sha telefonda o'tirgisi keladi, lekin aqli uni to'sa olmaydi. Aqli uni boshqara olmaydi. Aqli unga "Voy, bu zarar, ko'p kola ichsang, tishing sarg'ayishni boshlaydi, shakarga o'rganib qolasan" demaydi. Natijada biz ota-ona sifatida bolalarimizni tushuntirib, gaplashib, qattadir to'siqlar qo'yib, qattadir qoidalar qo'yib, qattadir kelishuv qilib, qattadir qo'rqitib, ularni o'sha 18-20 yoshgacha eson-omon olib borib olishimiz kerak bo'ladi. 18 yoshgacha eson-omon olib borib olsak, ko'pincha 18 ham shart emas. Bizning tajribamizda maktab tajribasini oladigan bo'lsak, va ko'p ota-onalarimiz tajribasini oladigan bo'lsak, 13 yoshgacha eson-omon olib borib olsangiz, 14 yoshgacha bo'ldi. Bola u yog'iga o'zi olib ketadi. Ya'ni
halol va haromni ajratadi, yaxshi yomonni ajratadi, do'st dushmanni ajratadi, foydali zararli mahsulotlarni ajratadi, kerakli keraksiz do'stlarni ajratadi. Shuning uchun ham 18 yoshdan bolalarga mashina olib, ya'ni haydab, guvohnoma olib, bemalol ko'chada yurish imkoniyati beriladi. Chet elga chiqib ketish imkoniyati beriladi. Uylanish, erga tegish imkoniyati beriladi. Ya'ni ota-onasidan so'ramasdan, masalan, qonuniy jihatdan olsak-chi. Demak, maqsadimiz shu bolalarni 13-14 yoshgacha eson-omon, yomon odatlarga o'rgatmay, yomon guruhlarga qo'shmay, arzon dopaminga o'rgatib qo'ymasdan olib borish. Mana shu bizning maqsadimiz. Bolalarda ham maqsadi shu 18-20 yoshdan turib qarasangiz-da, o'rga qarasangiz, nega meni ota-onam shu payt telefondan himoya qilmagan ekan yoki nega meni ota-onam o'sha yomon bolalardan o'rtada himoya qilmagan yoki nimaga meni kitob o'qishga muhabbatli qilmagan ekan deb aytadi, ya'ni afsuslanadi ichida. Ota-onasiga aytmasa ham. Lekin hozir kichkina bo'lgan paytda uni hali tushunib yetmaydi. Endi mana shu yerda bizda muammo tug'diradi. Biz 5 yoshli bolaga 18 yoshli bolaga gapirgandek gapiramiz. Oy, telefon o'ynama. Katta bo'lganda tushunasan. Oy, shirinlama, tishing qurtlab ketadi. Maxti qurtlab ketsa. Qurtlab ketishini tasavvur qila olmaydi u. U shirinlikni tasavvur qila oladi, shirinligini. Ya'ni biz gap orqali ta'sirlamoqchi bo'lamiz. Tahdidlar qilamiz. Agar shunaqa qiladigan bo'lsang, shirinligini olib qo'yaman. O'yinchog'ingni bekitib qo'yaman. Agar narsalaringni yig'ishtirmaydigan bo'lsang, sen bilan gaplashmayman. Yoki agar hozir bog'chaga bormasang yoki maktabga bormasang, men sendan xafa bo'laman. Yoki o'zing kiyinishni boshlamasang, sen bilan o'ynamayman. Mana shunaqa qilib tahdidlar, qo'rqitishlar, va'dalar bilan ba'zan hozir tez joylarga o'tirsanglar, vohli qo'lasanglar, kampit beraman. Mana shunaqa qilib bolalarni kichik qisqa muddatli mukofotlarga yoki jazolarga o'rgatamiz. Maqsadimiz oliy. Hech qaysi ota-ona yoki o'qituvchi yoki pedagog yoki bog'chapa buni yomon niyatda qilmaydi. Bolani men hozir manipulyator qilishga o'rgatyapman yoki men bolani hozir kampit berdirib, darsini qildiryapman, men uni kampitga o'rgatib qo'yapman demaydi. Niyatlari oliy bo'ladi. Shunchaki o'zimiz bilgan eng yaxshi usulni qilayotgan bo'lamiz. Shuning uchun ham biz bugun Lawrence Cohen 25 yil oldin taqdim qilgan, asli dinimizda u 1400 yildan beri bor bo'lgan metodika, usul haqida gaplashamiz. Aynan 1 yoshdan 13 yoshgacha bo'lgan bolalar bilan ishlaydigan usul. Bu o'yinqaroq ota-onalik usuli. O'yinqaroq ota-onalik bu bolalar bilan o'yin orqali gaplashish. O'yindan maqsad gaplashish bo'ldi. Eng asosiy maqsad gaplashish. Arabistondan bir bola odam kelsa, Vyetnamdan bir bola kelsa, odam kelsa, Xitoydan bir kelsa, o'zimizni o'zbek tilida gapirmaysiz-ku. Siz uni tilida gapirishga harakat qilasiz yoki o'rtaga tarjimon qo'yasiz. Bilasizki, o'zingizning tilingizda gapirsangiz, u tushunmaydi. U ham o'zining tilida gapirsa, o'rganmagan bo'lsangiz tushunmaysiz. Bir xitoylikga mana shu ovqatdan oling desangiz, ovqatdan oldiga qo'ysangiz, u yemasa, uni odatlari boshqacha bo'lsa, yedoman deb pichoq o'qtalmaysiz-ku. Yoki mana yesang men buni non beraman yoki kampit beraman demaysiz-ku. Ovqatni yegin deyotgan joyingizda u nimadir tushunmayapti, shuning uchun aytganga kirmayapti deysiz. Tarjimon qidirasiz yoki imo-ishora bilan tushuntirishga harakat qilasiz. Oling, nom qiling deb tushuntirasiz, to'g'rimi? Shunaqa qilamiz. Ya'ni uni tilini topishga harakat qilamiz. Chunki bilamiz, u men gapirib turibman, aytganimni qilmayaptimi, demak tilimni tushunmayapti. Xuddi shunaqa bolalar bilan nimagadir qilmaymiz. Axlatni to'kib qo'y, joyini yig'ishtirib qo'y, ovqatingni oxirigacha yeb qo'y deb gapiramiz, lekin u ishlar nimaga qilish kerakligini tushunmaydi hali. Uni videoda gaplashdik. Ya'ni aqli oxirigacha to'liq shakllanmagani uchun nima uchun ovqatni tugatib qo'yish kerakligini, nima uchun voqea uxlash kerakligini hali tushunib yetmaydi. U o'yin tilida gaplashadi. Bizga o'yin tarjimon bo'lib beradi. Xuddi o'sha xitoylik, ingliz, nemis bizni tushunmagandek, bola ham o'yin bo'lmasa bizni tushunmaydi. Demak, o'yin bu til. Bolalar tili, 13 yoshgacha bo'lgan bolalarning tili. O'yin orqali bolalar o'zini his-tuyg'ularini ifoda qiladi. O'yin orqali bolalar bir narsani tushunadi. Mana sizga oddiy narsa, oddiy-ku mana, bilasiz, suv yopishqoq bo'ladi, to'g'rimi? Suvni qo'lingizga olsangiz, nimadir qo'lingizda ozgina izi qolib ketadi yoki o't-bo'tga sepsangiz devorga yopishib qoladi. Yoki bir narsani qo'ysangiz, tushib sinadi yoki pastga tortiladi. Bu gravitatsiya. Oddiy narsa, lekin sizga nima uchun oddiy? Chunki biz yoshligimizda mana shu narsalarni o'ynab tushunganmiz. E'tibor berganmisizlar? Yosh bolalar hamma narsani o'ynaydi. Bolalar uchun alohida do'kondan o'yinchoq olish shart emas. Bolalar uchun hamma narsa o'yinchoq. Loyni ham o'ynashadi, suvni ham o'ynashadi, qubni ham o'ynashadi, toshni ham o'ynashadi, hayvonlarni o'ynashadi hattoki. Hayvon bering, u birinchi qiladigan ish u bilan o'ynashish va u hayvonning o'zini o'ynash bo'ladi. Toshbaqa olib berib ko'rgan odamki buni biladi. Chunki bechora toshbaqa qochib keta olmaydi bolalardan. Pichoqlarni o'ynashadi. Endi u chunki uning uchun hamma narsa o'yinchoq. O'simliklarni o'ynashadi. Uyi yonib ketganlar, xonasi yonib ketganlar, gilam yonib ketganlar ham nimadan yonib ketgan? Chunki bola olovni o'ynagan. Shuning uchun alohida maktab bog'chada o'rgatiladi. Olovni o'ynama deydi. Ya'ni bola uchun olov ham o'yin-da. Nima uchun? Chunki o'yin bu bolani tili. Bola dunyoni o'yin orqali tushunadi. Suvni mundoq qiladi, suv qanaqa ishlashini o'rganyapti, fizikani o'rganyapti. Ha, chapildir ekan, ovoz chiqyapti. Ha, mundoq qilsa o'rtasidan bo'linar ekan, mundoq qilsa qo'lga yopishar ekan. Bola o'zimiz ham mana bola bo'lganmiz, o'ynab o'sha davrlarni faqat esdan chiqarib olganmiz, atrof muhitni tushunganmiz. Eng qizig'i
o'yin bu faqatgina fizik obyektlarni atrofimizdagi gravitatsiya qanaqa ishlaydi, tezlik qonuni qanaqa ishlaydi, yorug'lik qanaqa tarqaladi emas. Balki o'yin orqali biz insonlar aro munosabatlarni ham sinab olamiz. Ya'ni o'rganamiz, gaplashamiz. Playful parenting, ya'ni o'yinqaroq ota-onalik qanaqa qilinadi? Bu borada men 3 ga bo'lib olamiz videomizni. Birinchisi bu muammolarni o'yin orqali hal qilishga 4 ta misol. Ikkinchisi o'yinlardagi bolalar bilan o'ynayotgandagi maslahatlar. Uchinchisi bola o'yin orqali nima deyotgan bo'lsa, kattalar tilida u nima degani. Mana shu 3 ta bo'limda gaplashamiz. Eng birinchimiz o'yinni bolalar bilan gaplashishda qanday qilib ishlatamiz. Birinchisi misollar. Bolalarni yarashtirmoqchimiz. Eng ko'p bo'ladigan muammomiz. O'tgan videomizda ham gaplashdik. Eng ko'p ko'rilgan videolarimizdan biri bo'ldi. Aktual muammo, chunki o'zimda ham 3 ta farzand bor. O'zimiz maktabimizda ham aka-ukalar o'qiydi. Aka-ukalar orasidagi hasad yoki bir-biri bilan urushqoqlik yoki talashish, unga o'tib ketgan narsani o'ziga o'tkazishga harakat qilish, adolatsizlikka deb tushunish, bir-birini yomon ko'rish, urushish muammolari, to'g'rimi? Maqsadimiz nima? Ular bir-birini yaxshi ko'rsin, ahil bo'lsin, bir-biriga yordam bersin. Odatda nima qilamiz? Gap bilan qilamiz. Bunaqa deymiz. Lekin o'yin metodikasi, ya'ni o'yinqaroq ota-onalik nima deydi? Shuni endi o'yin bilan tushuntir deydi. Biz o'zimiz nima qilsak bo'ladi? Men o'zim qiladigan usullardan bittasi. Biz o'tgan safar videomizda gaplashganimizdek dushman bo'lamiz, ajdaho bo'lamiz va ular aholi bo'ladi, bir-birini himoya qiladi. Yoki mana kichkinaroq sinisi bo'lsa, biz u sinisini ovlamoqchi bo'lgan ovchi bo'lamiz, u kiyik bo'ladi. Haligi katta akasi bo'lsa, uni himoyachisi bo'ladi. Yoki biz otliq askar bo'lamiz, bostirib kelayotgan qal'aga qo'limizga qilich ham olsak bo'ladi. O'qluv bor-ku uydagi. Mana shu o'qluvni qilich qilib ishlataman uyda. Mana shu qilichni olsak bo'ladi. Alohida qilich ham sotib olish shart emas va uni qo'liga yastuk berib, qalqon qilib bersak bo'ladi. Va u qal'ani himoya qiladi. Qal'ani himoya ichida ukasi o'tiribdi yoki akasi o'tiribdi. Mana bu o'yinlarni o'ynab ko'rgan odam biladiki, bolalar bundan maza qilishadi. Va hali joyda o'zini sinisini ukasini himoya qilayotgan joyda u bilan birga yaqinlik his qiladi. Hamma bu yaqin. Nima men buni himoya qilyapman, ichida savol tug'iladi-da. Nima men buni himoya qilyapman desa, chunki u senga yaqin. Buni og'zaki aytsak ham bo'ladi. Qo'llashmachoqlar biz quvlaymiz, ular qochishadi. Bitta jamoa bo'lib. Bekinmachoqlar bekinmachoq bo'lganda ularni bir-biriga qarshi qo'ymaymiz. Ya'ni katta odam sifatida biz qidiramiz, ular birga bekinishadi. Futbol o'ynayotganda ham, kopda o'ynayotganda ham, voleybol o'ynayotganda ham ularni bitta jamoa qilib, o'zimizni bitta jamoa qilamiz. Mana bu orqali ularning orasidagi yaqinlikni qilamiz. Intizomni shakllantirishni ham o'yin bilan qilish mumkin. Bunga zo'r misollar keladi kitobda. Men o'zim ham hayotda ko'p qo'llaganman. Bola intizom bilan qiladigan ishlari bor. Misol uchun kiyimini taxlab qo'ysa, yoki qaysidir og'riqqa chidab tursa, yoki vohli tursa, yoki kravatini taxlab qo'yadigan bo'lsa, biz uni o'yinqaroq ovoz bilan maqtashimiz mumkin. Mikrofon olamizda, qana hammani diqqatiga hamma yig'ilsin, mana bugun bizni bolakayimiz o'z o'rnini yig'ishtirib qo'ydi, e'tibor beringlar. Hech kim yo'q. Maqsad ham shunda. Bola uchun bu juda ham qiziq. Hech kim bo'lmasa ham tasavvurni rivojlantiradi, o'yinni rivojlantiradi. Yoki laqab qo'yishimiz mumkin. Sen endi kuchli sardorsan. Men sardor bo'lsa bolani ismim. Yoki sen intizomli sardorsan. Qani chapaklar qilib qo'yishimiz mumkin. Mana bu o'yinga bitta misol. Ya'ni intizomli ishlar qilinganda bolani o'yinqaroq usulda maqtashimiz mumkin. Yoki rasmga olib yoki rasmini chizib devorga yopishtirib qo'yishimiz mumkin. Mana bizning uydagi eng intizomli odamni yopishtirib qo'ydi-yu, oy ishchisi, hafta ishchisi qilib ishxonalarda. Mana bu ham o'yin. Ya'ni shunchaki aytgandan ko'ra o'yin bilan qilganimizda bola birdaniga o'sha rejimga, ya'ni o'yin formatiga kiradi. Yana bitta usul abstrakt g'oyalar bor-da, tasavvur qilish qiyin bo'lgan g'oyalar bor. Mana bu g'oyalar ham o'yin orqali oson tushuntiriladi. Mana oddiy misol, xiyonat. Qanaqa qilib yosh bolaga tushuntirish mumkin? Og'zaki tushuntira olmaymiz, hattoki 10 yoshli bolaga ham juda qiyin bo'ladi, lekin o'yin bilan osongina tushuntirsa bo'ladi. Shunchaki, qani hide and seek o'ynaymiz. Sizlar narsa bekitasizlar, men topaman. Issiq, sovuq deb turasizlar. Ikkita aka-uka yoki do'st, jiyanlar bekitadi va katta odam qidiradi, issiq, sovuq deb turadi bolalar. Va orada shunda keladi-da, qani qulog'imga ayt, xatga bekitdingmi, senga kampit beraman deydi. Ya'ni bittasiga kichkinaroq soddaroq aytiladi odatda. U aytib qo'yadi keyin kampitga qiziqib. Keyin mana shu yerda, sen xiyonat qilding. Ya'ni sen do'stingga, ya'ni birga bekitgan odamingga xiyonat qilding desak bo'ldi. Mana shu xiyonat so'zi va o'sha qaysi kontekstda aytilgani, ya'ni u o'zi qidirib topish kerak-ku, issiq suv o'ngga yuring, chapga yuring deb aytib topish kerak-ku, lekin u birdaniga bitta kampit bilan aldab qo'ydi. Katta xiyonatlar ham o'zi asli shunaqa bo'ladi. Ya'ni davlatlarning ichidagi xiyonatlar ham kimdir kimgadir nimadir va'da qiladi. Men senga mamutcha pul beraman, mamutdan uy beraman deydi va u ko'pchilikning manfaatini sotib oladi. Lekin buni tushuntira olmaymiz yosh bolaga biz. 10 yoshli bolaga ham tushuntir, lekin o'yinda oson tushuntiramiz. Xuddi shunaqa qilib bolalarga o'zimizni aytganimizni qildirish. Ya'ni qanaqa o'zimiz aytganimiz qildirish, unga foydali bo'lgan ishlarni qildirishda ham o'yin bilan qildirishimiz mumkin. Misol uchun oddiy o'zini narsasini olib borib qo'yish yoki idishlarni joyiga qo'yib qo'yish yoki ovqatlangandan keyin qo'lini yuvish. Agar siz bu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz,
Demak, farzandingiz ta'limiga befarq emassiz. Demak, farzandingiz uchun yaxshi maktab tanlashni ham xohlaysiz. Bundan tashqari ilm olishga urinyapsiz. Demak, maktablarni reklamasiga, ya'ni marketingga ishonib ham maktab tanlab ketmaysiz. Albatta, sinchkovlik bilan yaxshilab o'rganib, keyin farzandingizni berasiz. Shuning uchun ham biz Rahim School maktablarida ochiq eshiklar kuni qilib turamiz. Ochiq eshiklar kuni va bepul kunlarimiz haqida ko'proq ma'lumot olish uchun mana shu video ostidagi havolani ustiga bosing. Buni ham oddiy o'yinga aylantirish mumkin. Opera ovozida buyruq berish mumkin. Idishlaringni borib qo'ymaysanmi, misol uchunda. Yoki tish yuvayotgan paytda qani kim ko'proq ko'pirtiradi? Ko'pigimizni ko'paytirish, qani ko'pigimizni olib solishtirib ko'rish. Bu ham o'yin. Tishimizni yuvamiz, toza bo'lish kerak, qurtlab ketish kerak emas. Balki shunchaki o'yin formatda. G'ordan kelayotgan ovozda stakanni qo'yib gapirsa bo'ladi. Voy, men senga aytaman, kiyimlaringni yechtirib qo'y. Bola kuladi-da. Keyin kiyimlarni yechtirib qo'yadi. O'yin va oddiylikdan chiqish. Chunki bu o'yinlarning hammasi vaqtinchalik bo'ladi. Buni har kun, har doim qilsangiz, uni qizig'i yo'q. Chunki bola miyasi, o'zimizning miyamiz ham yengillikka o'rgangan. Nima uchun biz yengilliklarni titkilaymiz, reelslarni ko'ryapmiz, mana shu videolarni ko'ryapmiz? Nimaga eski narsalarni qayta titkilamayapmiz? Chunki biz miyamiz doim yengillikka qiziqadi, bolaniki 10 barobar ko'proq qiziqadi. Shuning uchun o'yin bu uni hayotida yengillikda, bundoq qarang, darrov e'tibor beradi. Ovozingizni o'zgartirib gapirib ko'ring, farzandimizga gapirib ko'rsak, ish bitada qarashni boshlaydi. O'sha ovoz bilan, "Oy Malika, Malika" chaqirmaydi. Malikaxon, desak, o chaqiradi. Yoki o'sha stakan qo'yib Malikaxon desak, chaqiradi. Nimaga? Chunki o'yin bu, vaqtinchalik bu, boshqacha o'zgarish, yangilik bo'ldi, nimadir boshqacha bo'ldi. Bola albatta kuladi. Nimaga? Kulish bu o'sha vaziyatdagi, environmentdagi, ya'ni muhitdagi bo'lgan yengillikka nisbatan reaksiya. Yana nima uchun o'ynasa bo'ladi? Stressni chiqarib yuborish uchun o'ynasa bo'ladi. Odatda farzandlarimizni urishamiz, tabiiy jarayon bu bo'lib turadi. Mana shu joyda bolalar o'zini helpless, ya'ni yordamsiz his qiladi. Asabiylashadi. Uni urishishda, u bo'lsa hech kim urisha olmaydi. Jahli bor, jahli chiqyapti, uni ham hissiyotlari bor, lekin hech narsa qila olmaydi. O'sha payt biz bilan o'yin o'ynashimiz mumkin. Keyin boks tushamiz. Yoki armrestling o'ynaymiz. Yoki otishmachoq deb o'ynasak bo'ladi pistoletda. Deymiz, mana shu paytda u bizdan alamini oladi. O'yinda u vaqtinchalik. Top urib oladi, poq otib tashlaydi. O'zi bolani bir narsadan jahli chiqsa, poq qaytib sizga otganini ko'rasiz. Mana shunaqa qilib u alamini otgan bo'ladi. Va uyda bolalar bilan ko'p o'ynagan odam bilan o'ynamagan odamning farqi shu yerda bilinib qoladi. Kim qaysidir bola poq deb otganda, bolalar bilan uncha o'ynamaydigan odam qarab o'tib ketadi. Bolalar bilan o'ynaganda qiladi va bola birdaniga kuladi. Chunki bolalarga qarang-da, ular mutlaq 13, 14, 15, ba'zan 18 yoshgacha vaziyatni nazorat qilmay katta bo'lishadi. Ular aytganidek bo'lmaydi hech narsa. Ular aytgan kiyimlarni olishmaydi. Ular aytgan ovqatlar pishirilmaydi. Ular aytgan joy o'yinlar o'ynalmaydi. Ular aytgan videolar qo'yib berilmaydi va natijada bola o'zini xuddi qafasdek his qiladi. O'tgan safar mana shu Hasanxon bilan videomizda ham aytdilar-ku, men hattoki 5 yoshli bolamga ham kiyim tanlashni o'ziga ham qo'yib beraman. Mana bu bolalarga xo'jayinlik hissi. Ana shu stressni chiqarib yuborish uchun ham bolalarga xo'jayinlik hissini bersa bo'ladi. Bitta misol, menga qo'yman yoki molman yoki buqaman, bundoq ib berib qo'yib, qani meni yetaylasan, cho'ponsan desak bo'ladi. 1 daqiqa, 2 daqiqa, 3 daqiqa davom etadi bu o'yin. Yoki mindirsak bo'ladi, bolalar minishni juda ham yaxshi ko'radi. Ya'ni ular chavandoz, biz esa ot. Nima uchun yaxshi ko'radi? Chunki boshqaruv ularda. Endi ular aytadi qayerga yurishni, ular boshqaruvda, ular xo'jayin. Mana shu qisqa 5 daqiqalik, 7 daqiqalik vaqt ichida, o'yin ichida, lekin mana shu stress chiqib ketadi. Chunki butun hayotda kattalar boshqaruvda, kattalar o'yinda. Bu bizga yetib kelgani, yetib kelmaganlari qancha. Ya'ni bizning dinimiz ham o'zi shunga buyuradi. Bolalarni bolalar tilida gaplash, ular bilan o'yna, ularni qisqa vaqtga, o'yin vaqtiga xo'jayin bo'lishiga qo'yib ber. Urishib, "Voy, hayda borma, bor, nima qilsan, nimani miymosan emas." Balki ularni chavandoz bo'lishiga qo'yib ber, seni ip bilan yetaklashiga qo'yib ber. Mayli qaysidir joyda sen yosh bola bo'lganda, u seni boqsin, ovqatlantirsin. Bolalar shunaqa narsalarni juda ham yaxshi ko'radi, ayniqsa qizlarimiz. Ya'ni endi siz chaqaloq bo'lasiz, men sizni boqaman deydi. Nimaga? Endi u xo'jayin. Xohlagan payt suv beradi, xohlagan payt sut beradi, xohlagan payt so'rg'ich beradi. Mana shu demak, 5 ta narsa uchun biz bu o'yinni ishlatishimiz mumkin. Ya'ni aka-ukalarni yarashtirish, o'zimizni fikrimizni o'tkazish, notanish abstrakt g'oyalarni o'rgatish, intizomni shakllantirish va ularni stressini chiqarib yuborish. Ikkinchi bo'limimizga keldik. O'yin o'ynayotgan ota-onalar uchun kichik maslahatlar. Birinchisi, o'zingizni bemalol qo'ying. Uyalib qolman, katta odamman-ku, palonchi joyda rahbarman-ku, qo'limda buncha odam ishlaydi-ku, meni shuncha pulim bor-ku. Yo'q, bolalarimizga uni farqi yo'q mutlaq. Ularda ish konsepsiyasi, status konsepsiyasi, ya'ni g'oyasi, hurmat g'oyasi yo'q. Ular uchun ota ular bilan yoki ona ular bilan o'ynaydi yoki o'ynamaydi.
Boshqa narsa yo'q. Ular katta bo'lib 20 yoshga borib, o'zi sekin pul topib, o'zi ishlab, sekin jamiyatdagi martabalardan o'sib borganda, keyin tushunadi otasining martabasi qanchalik nimadir yoki onasining martabasi qanaqa bo'lganini. Ungacha ular uchun o'yinqaroq va o'yinqaroq bo'lmagan ota-ona bor. Shuning uchun bemalol qo'yib kerak o'zimizni. Bolalarimiz bu o'yinlarni katta ehtimol unutib yuboradi baribir. Ba'zilarini eslab qoladi. Nima esda qoladi unda desa, o'rgatgan narsalarimiz va ular bilan yaqinligimiz esda qoladi. Keyingi kichik tavsiya bu bolalarni og'ir tuyg'ulari bor. Misol uchun xafa bo'ladi, jahli chiqadi yoki injiqlik bo'ladi mana qilib. Mana shu holatda o'yin orqali uni imitatsiya qilish, takrorlash ancha yordam beradi. Ya'ni yemayman ovqatni, uxlamayman desa, siz ham biz shunaqa men ham uxlamayman desangiz, kulib oladi. Nimaga? Chunki hatto kattalar ham o'zini tashqaridan ko'ra olmaydi. Bunga oddiy isbot, ovozingizni tashqaridan eshitgan paytingiz o'zingizga yoqmaydi. Shunaqami meni ovozim deysiz. Yoki o'zingizni kamerada qo'yib qo'ygan paytingiz g'alati ekan deysiz. Yoki rasmni ko'rgan paytingiz qolgan odamlar yaxshi ko'rasizmi deysiz, boshqa odam, lekin siz o'zingiz aytasizki, bo'lmabdi bu rasm deydi. Chunki o'zimizga doim biz ichkaridan qaraymiz. Ya'ni biz o'zimizni ko'rmaymiz uncha-muncha, ovozimizni eshitmaymiz. Ko'rgan paytimizda bizga g'alati tuyuladi. Kattalarki shunaqa bo'lsa, bolalar ham ularni qilayotgan qiliqlari qanaqa bo'layotganini ko'ra olmaydi va undan biz oyna imitatsiya qilgan paytimiz men ham qilmayman. Uxlamayman desa, uxlamayman deb mana shunaqa qo'lga olib bitta. Xuddi nima qilayotgan bo'lsa shuni qilsak yoki o'rgimchidan qo'rqib ketsa, uy desa, biz ham desak, farq yo'q. O'sha tuyg'u bilan, emotsiya bilan, his tuyg'u bilan kurashish oson bo'ladi bolani. Va nima qilayotganini tushunadi. Qilayotgan narsasi kulgili, noto'g'riligini tushunadi. Keyingisi bolalarga bir narsa o'rgatish, ayniqsa hozir bizda jamiyat boygan sari yosharib boradi. Ya'ni bola 18 yoshda ingliz tilini o'rganmasin deb 5 yoshda o'rgansin. Ko'paytirish qo'shishlarni maktabda o'rganmasin deb bog'chada o'rgansin. Kitob o'qishni ham bog'chada o'rgansin. Ya'ni yosharyapti. Va o'rgatish ham o'yin bilan bo'lish kerak. Chunki bolalar, ayniqsa 12-13 yoshgacha bo'lgan bolalar baxtli, o'yinqaroq, kulib turib yurgan paytlarda mana shu holatlarda eng zo'r o'rganishadi. O'rganish albatta dars qilib, nimadirlarni yozib, kartochkalar yodlashda bo'lish shart emas. Bola o'ynab ham o'rganib qo'yadi. O'rganib ham. Misol uchun kimdir she'r yodlatmoqchi, nimadir yodlatmoqchisiz bolaga. Men yarman aytaman, sen yarman aytasan deb yodlatib qo'yishimiz mumkin. Qani takrorla, yana 3 marta degandan ko'ra. Birinchi qator aytamiz. Kechaya kelgumdir. Devon, ul, salva gurlu. Kelmadi. O'yinmi? O'yin. Yodlayaptimi? Yodlayapti. Istalgan narsani shunaqa yodlatib qo'yish mumkin. Bolaning xotirasi zo'r va u xursand. Uni tili o'yin. Ya'ni o'rgatish albatta darsda, daftarda, sinfxonada bo'lish shart emas. Bu 3-qoida. Keyingisi musobaqali o'yinlarda bolalarni yutishga qo'yib beraylik. Bu futbol bo'lishi mumkin, yo sal yosh kattaroq bolalar bo'lsa, bu wrestling o'ynash bo'lishi mumkin. Hattoki 3 yoshli bolaga ham yutqizib berishimiz kerak. U yuta olmasligini biladi. The point is this, ya'ni maqsad ham shu. U aniq biladi uni kuchi yetmasligini, yuta olmasligini, chunki resistance, ya'ni qarshilikni ko'rib turibdi-ku. O'shuning uchun ham o'yin vaqtinchalik sizni yutyapti va g'oliblik his qilyapti. Bu borada o'zi ota-onalar bilan o'ynagan bolalarni yaxshi, chunki tengdoshlik yutishga qo'yib bermaydi. Ya'ni 5 yoshli bola bilan 5 yoshli poyga o'ynasa, yoki arm wrestling o'ynasa, yoki kurash tushadigan bo'lsa, yoki bir narsani darts poylash o'ylaydigan bo'lsa, yoki ikkita mashinani bir-biriga urishtiradigan bo'lsa, o'yin farqi yo'q. Tengdoshlik yutqizib bermaydi odatda tengdoshligi. Shuning uchun ham kattalar bilan o'ynashni yaxshi ko'radi bolalar. Chunki kattalar yutqizib beradi, yutqizib bera oladi. O'zi bola bilan o'ynagan ota-ona borki, biladiki bola yutishni yaxshi ko'radi. 5-chi, oxirgi kichkina tavsiya, bu albatta o'yinchoq bo'lish shart emas bola o'ynashi uchun. Va o'zi o'yinchoq balki ortiqcha xarajat ham. Bolalar real obyektlar, hayotdagi kundalik obyektlarni bemalol o'yinchoq qilib ishlata oladi. Patnisni himoya o'sha shit qilib ishlata oladi. O'qlovni qilich qilib ishlata oladi bemalol. Nima qildi unda xamir qorsak yuvib yuboramiz bo'ldi. Ya'ni bola o'yinligini biladi, ertaga o'qlovni ko'tarib yurmaydi u ko'chada. Yoki cheleni o'sha dubulqa qilib ishlatsa bo'ladi bemalol. Ya'ni alohida katta xarajat qilib sotib olish shart emas. Kiyimlar, kostyumlar sotib olish shart emas. Ajdaho bo'lish uchun albatta biz uni kiyimini buyurtma qilishimiz shart emas. Ikkita latdan olib turibda qanotimni qo'limizga bog'lab, mana shu meni qanotim deyishimiz mumkin. Bolalar o'zi shuni ham yaxshi ko'radi, chunki o'yin bu uslovnost. Ya'ni shartli ravishda, qisqa muddatga kichik bir o'rtadagi kelishuv xolos. Keyin endi 3-bo'limimizga keldik. Bu tarjimon. Ya'ni bolalar o'yinda nimadir qilyapti yoki nimadir bo'lyapti va bu kattalar tilida nima degani. Demak, birinchisi boshqatdan yana o'ynaylik deyaptimi? Bu kattalar tilida nima degani? Menga bu o'yin yoqdi degani. Bola aytmaydi menga yoqdi deb. Chunki hali u yoqadigan, yoqmaydigan konsept, ya'ni g'oyani o'zi tushunmaydi. Yana dedimi? Demak, u yoqibdi. Ikkinchisi, sizga o'ynaylik dedi va sizni ishlab o'tiribsiz, ovqatlanib o'tiribsiz, o'yinga chaqirdi. Ya'ni o'yin kayfiyatingiz emasligingizni bilib turib. Bu nima degani? Bola, men siqildim, ko'kak shu siqilishni chiqarib yuboray degani. Yoki men zerikdim, bir nima qilaylik degani. Ya'ni u zerikish
G'oyasini bilmaydi-ku. Yoki bog'chada yoki maktabda ezildim demaydi, u ezilish stress nimaligini bilmaydi. Lekin o'ynaylik degani keyin mana shu vaziyatdan chiqib ketaylik degani. Uchinchisi, o'ynaylik deyapti va sizni passiv rolga chaqiryapti. Ya'ni ot bo'ling, men minaman deyapti. Yoki ho'kiz bo'ling, men yetaklayman deyapti. Yoki yosh bola bo'ling, men sizni boqaman deyapti. Ya'ni sizni passiv rolga, o'zini esa rahbar, yuqori pozitsiyaga qo'yadigan o'yinga chaqiryapti. Bu degani meni xo'jayin qil degani. Bu degani men nimadir ko'rdim, ilojsizlik, imkonsizlik yoki o'sha ramkada chegaralanganlik ko'rdim va shu tuyg'uni chiqarib olishim kerak. Ya'ni sen menga nimadir buyruq berding, nimadir qilding, urishding va men o'zimni yordamsiz, bechora his qildim va o'sha bechoralikni chiqarib olish o'yin orqali. Shu holatda bola oldin demak o'ynagan bo'lsak, bizni passiv rolga, ya'ni endi u xo'jayin bo'lgan rolga qisqa muddatga chaqiradi. Mana shu ishlarni qiladigan bo'lsak, bolalar bilan aloqamiz tiklanadi. Chunki Lawrence Cohen'ning ham o'zining g'oyasi aloqa o'rnatish bola bilan, gaplashish. Bitta to'lqinda bo'lish o'yindan maqsad. O'yinni o'zi emas, balki gaplashish, munosabat maqsad. Bolamiz bilan munosabatimiz yaxshi bo'lar ekan, bolamiz bizga o'xshashga harakat qiladi. Biz yaxshi inson bo'ladigan bo'lsak, demak bolamiz ham yaxshi inson bo'lishga harakat qiladi. Va biz yaxshi inson emasmiz, bolam mendan o'tib ketsin, mendagi odatlarni olmasin, mendan ham zo'r bo'lsin deydigan bo'lsak, unda bolamiz bizni hurmat qilgani uchun, yaxshi ko'rgani uchun va biz bilan munosabatni olib qolish uchun unda aytganimizga kiradi. Aytganimizga kirish uchun boy joyda bizni yaxshi ko'rish kerak. Qanaqa yaxshi ko'radi? Biz bilan bitta tilda gaplashmasa. Qanaqa bittasi Xitoy tilida, bittasi nemis tilida gaplashadigan, uchinchisi o'zbek tilida gaplashadigan odam bir-birini hurmat qilib, yaxshi ko'rib, bir-birini yoqishga harakat qilishi mumkin. Ular tilini tushunmaydi-ku. Bu o'yin bilan bo'ladi. Demak, o'yindan maqsad bu aloqani o'rnatish. Aloqadan maqsad biz bolalarimizga yoki axloqimiz, ya'ni ibrat bo'lib yoki so'zimiz bilan ta'sir qilish. Balki ikkalovi ham bor. Demak, o'zimiz yaxshi insonmiz, bolamizni o'zimizdek yaxshi inson qilmoqchi bo'lsak, bunda ham o'yin kerak. O'zimiz yomon odatlarimiz bor, xatolarimiz bor, kamchiliklarimiz bor. Bolalarimiz takrorlamasligini xohlaymiz. Bunda demak gaplashishimiz kerak, gapimiz o'tishi kerak. Gapimiz o'tish uchun bo'lsa, bolalarimiz bizni hurmat qilishga, yaxshi ko'rish kerak, aloqasi bo'lishi kerak. Buning uchun esa o'yin kerak. Chunki bola bilan o'tirib gaplashmoqchi bo'lsangiz, 12 yil, 13 yil kutishingiz kerak. To uni tafakkuri, so'z boyligi shakllanguncha. Lekin 13 yoshli bola siz bilan o'tirib gaplashgandan ko'ra, o'rtoqlari ketib qolmasligi uchun ungacha u bilan aloqamiz yaxshi bo'lib yurgan bo'lishi kerak. 13 yoshgacha bo'lsa aloqa o'yin va umumiy mashg'ulotlar orqali tiklanadi. Bu kitobdagi ma'lumotlarni, bu o'yin bilan bolalar bilan gaplashish g'oyasini men doimo unutib qo'yaman o'zim ham. Ya'ni esimdan chiqib qolaveradi-da. Shuning uchun eslatib turaman. 6 oyda, 1 yilda bir kitobni varaqlab, mana shu maqolani o'qib, siz ham xuddi shunaqa qilishingiz mumkin. Bu usul bolalar bilan o'ynab o'yin qaroqlik bilan o'zini erkin qo'yish usuli esimizdan chiqib qoladi. Chunki kattalar odatda jiddiyda, jiddiyni qo'yganmiz hammamiz. Shuning uchun tabiiy emas bizga, unutib qo'yamiz va shuning uchun bu videoni o'zingizga saqlab qo'ying, eslatib turing o'zingizga. Xuddi men eslatib turgandek esimizdan chiqib qoladi. Va albatta izohlarda yozing. O'yin bilan gaplashishni boshladingiz, farzandlaringiz bilan 13 yoshgacha bo'lgan farzandlaringiz bilan o'ynashni boshladingiz, nima o'zgarish bo'ldi? Foyda bo'ldi. Endi bizga usullar kerak deb yozsangiz, biz kitobning ichiga kiramizda. Har bitta yoshga va har bitta vaziyatga va muammolarga o'yin bilan javob topish masalalarini, misollarini olib chiqamiz. Chunki kitob hali o'zbek tiliga tarjima qilinganini men ko'rmadim. Ancha foydali bo'ladi bizga. Rahmat, salomat bo'ling. Obuna bo'lishingizdan chiqmasin.